Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Retro Game Uz kanali va men bugun yangi o'yin o'ynaymiz. Flatout 1 degan o'yin. O'zi ko'rib turibsizlar, ekranda ham juda ham zo'r o'yin ekan. Rasmlarini ko'rdim va bugun sizlar bilan obzor qilaman. Mana shu o'yinni sizlar uchun obzor qilaman va o'ynaymiz. Va boshladik do'stlar. Yangi player nomini Retro Games Retro hammasini alohida yozib chiqish kerak ekan. Xo'sh, menga kerakli harflar bu Retro va yo'q, goldon o'g'li normalga kiramiz. Simulter start. Qaysi mashina yaxshi ekan? Mana shu tuningga hali bormas ekanmiz. Tuning qilsa ham bo'lar ekan do'stlar. Birinchi yo'ldan boshlab ko'ramiz endi. Xo'sh, hozir va ketdi. Vuy ovozini yo'q, zo'r o'yin ekan lekin do'stlar. Bu o'yinda interfeysi, grafikasi juda ham zo'r ekan. Hammasi zo'r ekan. Mashinalar ham Blur degan o'yinga o'xshar ekan. Hali Blur degan o'yinni ham o'ynaymiz. U ham xuddi shunaqa pagiga o'xshagan, faqat u boshqacha. Yo'q, o'tib ketdim. Xo'sh, yaqinda Minecraft chiqadi do'stlar. Kanalimga yaqinda Minecraft chiqadi. Maroqlidan bu video ham juda ham zo'r chiqadi hali montajda. Bu hamma o'yinlar hali sinab chiqamiz, o'ynab chiqamiz va sizlarga yoqadigan umiddaman. Like bilan bosib tashlasanglar do'stlar. 50 taga oz qoldik. Xudo xolasa 50 tadan keyin doimiy stream qilaman, xudo xolasa. O'shaning uchun do'stlar sizlarga maroqlidan Minecraft yaqinda chiqadi. Shu bitta o'rtog'im bilan Minecraft o'ynab chiqazaman. Uni ham kanali bor, xudo xolasa uni ham hali obzor qilaman kanalini. Har xil videolar chiqadi unda ham. Voy! Odam tushib ketar ekan do'stlar, odam. Odam o'yindan chiqib ketar ekan do'stlar. Voy! Juda ham zo'r. Zo'r qilib ishlagan ekan o'yin yaratgan odamlar. Zo'r. judayam
zo'r. Bu 3ta hujum oxirgi aylanish bu. Va mana shu yutib olgan agar pul bersa, o'sha pulga mashinani tuning qilamiz do'stlar. Tuning qilib ko'ramiz hali. Bu vahshiy zo'r o'yin ekan. Yomon tez o'tib ketsa bo'lar ekan. Oldidagi poygachilardan, sheriklaridan bu. Zo'r. Vahshiy zo'r ekan. Keyin menimcha videosida ko'rib qoldim, agar mana shu yondagi narsalarni ursa, o'shanga ham qo'shimcha pullar berar ekan, lekin men hozir urganim bilan yondagi sheriklarni o'tib ketib qolsa, pul kamroq tegadi deb o'ylayman. O'shaning uchun men avaylab haydashga urinyapman. 3tali kamerasi bor ekan, men faqat oldinga qo'yib qo'ydim kamerani, chunki agar mashinani o'zini ham ko'rsatadigan bo'lsam, qanaqadir g'alati boshqarilyapti. Finish do'stlar, va nihoyat finish. Mana mashinam, ichida to'kilyapti mashinam. Mashinadan qolmabdi mashina. Mana video, boshlagan videoyim. Qoyil, zo'r. Va do'stlar, voy. Lekin yomon. Ana men o'tib ketaman. Tuzlashiman deyapti, hammasi mashinada. Qoyil. Nega aynan bu mashinani tanladim? Og'irligi ham, kuchi ham normalli. Agar oxirdagi yoki boshidagi mashinani tanlasam, boshidagi mashinani yengil, kuchi ham kamda. Agar oxirdagi mashinani tanlasam, u kuchi ham ko'p, og'ir. Keyin tezlashishi, agar joyida turib tezroq apparat olib ketsa, mana shu mashina yaxshiroq deb bilaman, chunki og'irligi ham normalli, keyin o'zi ham tezligi ham normalli. O'tib ketdim, hujum ko'rdinglarmi bola? Yaxshi, bundan buyog'iga hujum oddiy bo'ladi. Haydash boshlanishiga. Hali bu o'yinda 2-3 qismlari bor ekan. Buni ham o'ynayman hali do'stlar. Hali ko'p o'yinlar chiqadi. Bundan tashqari blur bor hali. Mana shu Flat Out degan o'yin. Buni hali yuklashni ham o'rgataman videoni oxirida. Agar videoni oxirigacha ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana shu o'yinni yuklagan joylarimgacha ko'rsataman va sizlar ham o'rganib olasizlar degan umiddaman. Chunki ko'p odamlar so'raydi, qayta yuklanadi, qayta bilmagan odamlar uchun mana shu juda ham asqotadi. O'shaning uchun har bitta o'yinning oxirida mana shu qayerdan tortganlarimni o'rgatmoqchiman. Agar yaxshi bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va like va obuna esdan chiqmasin, chunki 50 tadan keyin biz tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak va oz qolyapti 50 ta bo'lishimizga. Xohlasa 50 ta bo'lsa, jonli efir qilaman va har xil o'ynab obzor qilishga harakat qilaman sizlar uchun do'stlar. Sizlar faqat like va obunani bosib qo'ysanglar bo'ldi. Mana o'sha odam chiqib ketgan joy. Voy, yomon chiqdi lekin. Voy, orqada ham mashinalar ham ketdi. Orqadan kelib urgan ekan. Bechora orqani to'kib tashladi do'stlar. Vahshiy zo'r. Voy, kamerani vahshiy zo'r qilibdi lekin. Do'stlar. Judayam zo'r. Skritni yo'llarida bular, yashagan yo'llar, botlar, orqamdagi o'yinchilar meni bilmaydi bu yerlardan yurganim, chunki ular bot. Buni jonli odamlar bilan o'ynasa ham bo'lar ekan, faqat bilmadim nega meni kompyuterim o'ynalmayapti. Sal-pal qochishlar, internet yaxshi emasligi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun meni kompyuterim jonli odamlar bilan o'yna olmayapti. O'ynayapti to'g'rog'i. Hali bu notebook'im, kompyuter emas. Men notebook'da video montaj o'yinlar o'ynayman. Bu eski notebook'im. Sizlarga hali obzor qilaman va eski notebook'dan kompyuter yasayman. Shuni o'ylab yurgandim qanchadir vaqt avvaldan beri. O'shaning uchun agar shu mana shu 1 oy ichida o'sha mana shu eski kompyuterimdan, eski notebook'imdan kompyuter yasayman.
Chunki yangi kompyuterim keladi. Yangi kompyuterim xarakteri judayam zo'r. Kelgandan keyin birma-bir tushuntiraman. Kompyuterim yangi, u ham notebook, lekin men kompyuter deyishga o'rganib qo'yganman. O'zinglar endi bilib olasizlar degan umiddaman do'stlar. Va mana tugadi. Judayam zo'r o'yin. Zo'r bo'ldi. Judayam zo'r o'ynalgan ekan. Kim o'ynaydi? Voy do'stlar. $1000 berdi. Voy do'stlar ekan. Mana aytganimdek, boyagi narsalar mana o'sha qancha narsalar buzganim, qancha narsalarni qilganim uchun ham pul berar ekan. Mana $60,000 berdi. $60 berdim. Mana $1260. Tuning ko'ramiz endi bu mashinani chiroyligini. Qani endi bizga nimalar kerak? Birinchi o'rinda kuchaytirish uchun korpus nima beradi? Korpus yo'q, ko'rsatamiz hozircha. Balon emas, amortizator menimcha. Roket hali ochilmagan. Blue shuttle. Bular nima bu? Nima sansan? Bu ochildi. Yaxshi. 400,000 bor ekan. Mana yerdan bekor ishlatibman do'stlar. Mayli, hech narsa bo'lmaydi. 200,000 ga olamiz. Bu 600,000 ga bor ekan. Yaxshi, mayli, hech narsa qilmaydi do'stlar. 200,000 ga buni olib, yana bitta olishimiz kerak. 200,000 ga buni olsak, mashina shuni ham tezlashadi do'stlar. Xo'sh, 700,000. Voy, 700,000 ga uni olsa bo'lar ekan. Yana bir o'yinda o'ynab chiqamiz. Xo'sh, 4000 turbo nada. Vo, do'stlar. Turbo charga. Turbo nada deyman men, chunki bu juda ham zo'r narsa. 700,000. 4,000. Yaxshi. 600,000. 300,000. Bu nima? Nimadir ham. Menimcha bu motor ustiga qo'yilgan narsa. Yana ikkita o'yin o'ynab va yangisini olamiz. Voy. Tashadi. Nima bo'lyapti? Do'stlar. Halot ketamiz. Voy, chiqdi. Yaxshilab itar. Bot itar. Mana shu joylar yomon ekan o'yinda do'stlar. O'shaning uchun ahamiyat berishlar. Voy, orqada qolib ketdim. Ishlar qolmaydi. O ko'rindi, oxiri ko'rindi. Voy, mana do'stlar. Do'stlar. Bu safar omad puli chopmadi menimcha. Chunki narxini ishtirokchiga yetguncha
Mana shunaqa qilib o'ynasam yaxshiroq deb o'ylayman, chunki qanaqadir ham g'alati bo'lib o'ynalyapti. O'sha urilgandan keyin mashina sog' qolmas ekan. O'shancha bo'ldi. Boya tiqilib qo'ygan joyimdan o'tib ketdim dedim va yana urildim. Voy, nima qilyapti bu? Yaramas. Voy, mendan foydalanib oldi, bekor urdim orqasidan. Hammangni oldinga chiqib ketaman o'zim. Shu qilganingni. Bundan ham oldinga o'tib ketaman hali. Aytdim-ku o'tib ketaman deb. Oldidagiga yetib olish kerak tezroq. Grafga tiniq degan umiddaman do'stlar. Nitro yomon sekin ishlash qilyapti lekin. Nima bo'lyapti? Voy. Bu safar omad kulib boqmadi. Bu zona qanaqadir g'alati ekan. O, 4-aylana. 4 aylana ekan bu yerda. Yeta olamanmi degan umid bor. Bo'ldi o'zim do'stlar. O'zim bu yeta olamanmi degan musurga bo'lib qoldi. Attila qanday yuyulyapti, yaxshi men uchun. Yaxshi. Mana shu musurga joy ekan do'stlar. Mana shu musurga. Yaxshi. Nimasi yaxshi? Ich bolasi yaxshi emas-ku. Balasi yaxshi emas-ku. Bo'ldi. Hammasi yetib keldi. Bo'ldi. Mana oyog'im o'tib ketdi o'zim. Tiqildi mashina. Yutqizdim bo'ldi, yutqizdim. Bo'ldi. Oxirida qolib bordim. Aylana bitta o'ynaymiz, yana bitta. Bunisi boshqa zona o'ynaymiz. Mayli, bir marta omad keldi, o'shaning uchun yutdik. Videosini ko'rgim kelmayapti, to'g'risi. Qancha berdi? Nol so'm. Mana shuni ko'ramiz, yangi zona. Bunisini bilmadim, qanaqa zo'r, qanaqa yomon.
Boshqa agar shunaqa bo'lsa nima bo'ladi endi? Do'stlar, o'zim qanaqadir men yutqizib qo'yaversam, to'g'risini yutqizib qo'yaversam, o'ynagim kelmay qoladi o'yinda. To'g'risi, hammada ham shunaqa bo'lsa kerak. Chunki ko'ryapsizlar, o'yinda judayam qiyin boshqarishlari. Mana o'zim hammasi mendan o'tib ketyapti do'stlar. Hozir to'g'ri borib yana uraman. Nimaga bu boshqarish qiyin bo'lyapti? Birinchisiga to'g'ri o'ynagandim uchun. Bu menimcha bu mening mashinam. Bu yo'lda yurish uchun emas, oddiy yo'lda yurish uchun bo'lsa kerak. Boyagi asfaltli yo'lda. O'shaning uchun. Yaxshi, zo'r. 3-chi o'rinni oldim. Xudoga urilmasdan ketsak, urilmasdan yetib olaman qolganlariga. Yaxshi. Zo'r. Zo'r do'stlar, o't oldim. Yaxshi bunisiga. Çok ketyapti. Mashina ko'rsatmasin. Bir inson bunday deydimi? Короче, omadga bog'liq do'stlar. Bunaqa qiziqishga emas, omadga bog'liq. Masalan, boy yutqizdim, endi mana yutyapman. Javob deyapman, lekin yutyapman deb o'ylayman. Va do'stlar, yana ham bir vadim va ana do'stlar, sizlarga oxirida comeback bo'ldi. Ana bu yutgan videoni ko'raman, yutgan videoni. Boshida qaranglar nima bo'lib ketgan. Mana mashinani tuzganman mana o'zim. Mayli chiqamiz va tuning qilamiz va tuningga kiraylikchi. $700 mingga buni olsam do'stlar, qaranglar. 700 mingga mana oldim. Endi bu ochildi. Buni keyinga saqlaymiz, buni olmaymiz. Buni olsak, yo'q, ololmas ekanmiz. 400 mingga buni olsak-da, hozir qolganlarini ko'raylik. O'xti, mana shuni olsak-da, mana buni oldim. Qolganlarini ko'rib chiqish kerak. Doğrusu bu mashina kuchayda bir yillik. Qani endi bir kir ko'ramiz o'yinga. Mana shu asfaltga kir ko'raman. Qo'yganlar yaxshi ekan lekin. Qani davay ketdik. Torchlari yaxshi do'stlar. Torchlari yaxshi. Judayam zo'r torch. Ha, shu tortishimi? Mana shu tortishimi? Bunaqa tortishdi, do'stlar.
Tortgandan keyin bosish ham kerak ekanda bu. Tortgandan keyin haydashni ham bilish kerak ekan do'stlar bu joyda. Endi bilib oldim. Muxti. Ushlash yaxshi. Do'stlar, yaqinda shu aytgandek Minecraft chiqadi. Men ham juda ham Minecraft chiqargim kelyapti kanalga, chunki o'zi bu kanalni birinchi bo'lib Minecraft uchun ochmoqchi edim. Lekin endi bitta Minecraft g'alati bo'lib qolmasin deb har xil o'yinlar chiqazadigan bo'ldim va retro game qildim. Shundan ham bilib olishingiz mumkin do'stlar. O'shaning uchun tirslatib like, obunani shuni tirs qilib bosishinglar do'stlar. Judayam xursand bo'lamiz sizlardan do'stlar. Judayam xursand bo'lardim lekin. Yana bitta aylana va biz yutamiz do'stlar. Bu faqat shu o'yin va oxirida bugun do'stlar ko'rsataman ekanman to'g'risi. Bu o'yin mana shu mashina full kuchaygandan keyin qayerdan tortganimni o'rgataman do'stlar. Bugun uchun video ko'payib ketdi. Hali montaj ishlari ko'p ishlar bor do'stlar. Xuddi shu joyda do'stlar bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Men ishim chiqib qoldi va videoni shu joyda to'xtatib qo'ydim. Uzr so'rayman. Keyingi video shu 1-2 kundan keyin chiqadi. Xayr.